Menga quloq kerak edi. Ertalabgacha gapir desa, ertalabgacha gapirardim. Bu narsalarni men aytishim shart edi. Keyin hattoki eshitgan odam bularni qayerdan o'ylab topyapsan deb kulardi ham, lekin men bu narsalarni gapirib maza qilardim. Bilasanmi, hayotimda shunday bo'lgan. Bilasanmi, hayot boshqacha. Quyosh nega g'arbdan chiqib sharqdan chiqib g'arbga botadi? Aslida botadimi, yo'qmi? Balki aylanadi. Nimaga u g'arb, sharq, u dumaloq-ku yer deb shunaqa falsafiy qarashlarim bilan gapirardim. Men bilasizmi, boshqacha odatiy bo'lsam, men odatiy sifatda qabul qilinmadim-ku. Mana opamga o'xshab odatiy ish qila olmayman. Hamma borligida ish qila olmayman. Uyda hech kim bo'lsa ish qila olaman masalan. Menga kimdir tepamda turmasligi kerak. Bu ham noodatiy. Endi men noodatiy bo'lganim uchun o'zimni bir himoyalashim kerak edi. Shuning uchun bir nimalar haqida o'ylab topishga majbur bo'lardim o'zimni himoyalash uchun.